Bugun surxondaryocha qurtopni sizlarga qilib ko'rsatmoqchiman. Bu balki boshqa viloyatlarda ham qilinar, lekin men faqat Surxondaryoda yeganman. Dumbani to'rtburchak qilib to'g'rab, tavaga solib, tagini past olovda ko'p qo'yamiz jiza bo'lguncha. Jizamiz tayyor bo'lguncha nonlarimizni to'g'rab olamiz. Mana shunaqa kichkina to'rtburchak qilib, yumshoq lepyoshka patirlar bo'lmaydi, ivib ketadi. Mana shunaqa qattiqroq non kerak. Men Samarqand nonidan foydalandim. Kosalarga bo'lib chiqamiz. Keyin suzmani qaynab turgan suvdan ozginadan solib, tuzlarini rostlab, mana shunaqa suyuqroq holatga keltirib tayyorlab olamiz. Keyin nonlarimiz ustiga ozgina dumbani yog'idan solib, suzmamizni quyib chiqamiz. Ketidan jizzalarini solib, 2 qoshiqdan yog'larini solib chiqamiz. Qurtobimiz tayyor. Birinchi yeb ko'rgan odamga ta'mi boshqacharoq tuyuladi. Uyimdagilarga birinchi marta qilganimda boshqacharoq tuyulgan. Hozir esa tez shu qurtobdan tayyorlab bering deb so'rashadi. Ta'mi juda ham mazali bo'ladi.